Hammaga assalomu alaykum akalar. Xudo xolasa bugun 21-iyun Andijon mashina bozoridan Tracker, Cobalt, Nexus va qolgan mashinalar xudo xolasa narxlarini chiqarishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'ling va like bosing, do'stingizga ulashib qo'ying. Xudo xolasa Andijon mashina bozoridan Nexus 3 so'ragan akalarimizga tashlab berasizlar. Diska kalpaylarda ekan, balonlari yaxshi, yumshoq balonlar taqilgan ekan. Salon holatlari lilolum qilingan ekan, ustidan eva korilar tashalgan, chexollar taqib qo'yilgan, barlar qo'yilgan. Xudo xolasa aka mashina shumka bo'lganmi? Shumkalar bo'lgan ekan. Xudo xolasa metan gazlari bor ekan, zapaskasi joyida turibdi, orqasiga hech e'tibor bermaysizlar. Bu esa mashinamiz yonboshdan ko'rishi bitta galpay tushib qolibdi. Bir qator motorlarni ochib ko'rsatib olamiz. Mana motor holatlari changlari bilan turibdi ekan. Xudo xolasa 01. Aka mashina 01 ekan. Ol sotdimi yo gench qo'ram? Gench qo'rada xudo xolasa. Yili necha? Yili bitta joy bor, keling, keyin qo'yganman men. Yili necha aka mashinani? Yili 2018 ga 19. Yurgani qancha? 223 ming yurgan. Kraskalari-chi aka? Bitta shu oldi krilosida bor ekan, shu bir tomonda, xudo xolasa. Qolgan joyi toza aka. Tekshirish olaveradi. Yurgani ham halol. Xudo xolasa. Liboy dokument chiqaradi dedingiz. Aha. Mashinaning narxi qancha aka? 6400 dan picha sunnatiga o'tib berasizlar, xudo xolasa. Faqat naqdmi aka, yoki savdo, bank, barter bormi? Faqat naqdga, xudo xolasa. Tirikchilik. Tirikchilik bo'ldi aka. Aloqa uchun nomer ayting. 93lik 075 65 98 akalar. Nexus 3 istagan akalarimizga tashlab qo'yaverasizlar. Like bosib, kommentariyaga yozib qo'yaverasizlar. Qanaqalardan ko'rsataylik. Xudo xolasa Andijon mashina bozorida Nexus 3 qorasidan so'raganlarga mana yumshoq balonlar taqib qo'yilgan ekan. Diskali kalpoylarda salon holatlari, eva kori tashalgan, koja chexollar taqib qo'yilgan ekan. Xudo xolasa monitorlar qo'yilgan. Orqasidan ko'rinishi zapaskalari joyida ekan. Mashina benzinda harakatlanar ekan. Shu hafta. Aka buning yili necha dedingiz? 2022. 110 ming yurgan, toza kraskalar xudo xolasa. Gaz qo'yilmagan. Dokumentlar-chi aka? Liboy hujjat bo'laveradi, gench qo'radi ekan, xudo xolasa. Mashinaning narxi qancha aka? Yaqinlashtirib aytavering aka. 8 mingdan picha o'tib berasizlar. Faqat naqdmi aka, yoki savdo? Nasiya ham bor 6 oygacha. 6 oygacha nasiya savdo bor. Xudo xolasa 3-4 ming puli borlar telefon qilishaveradi ekanda, xudo xolasa. Bemalol akalar 3-4 ming puli borlar telefon qilaverasizlar. Aloqa uchun nomer ayting. 90lik 172 4344 akalar. Nexus 3 istaganlarga tashlab berasizlar bemalol. Akalar xudo xolasa Andijon mashina bozoridan Nexus 3 so'raganlarga yumshoq balonlarda o'zini zavodskoy diska kapaylarida salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Polilar tashalgan ekan. Qanday bo'lsa o'sha holatda pashti. Qator orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. 20 metan gazlari bor ekan. Zapaskalari ham joyida ekan, xudo xolasa. Tak, bu esa mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Tak. Bu motor holatlari xudo xolasa go'zal ekan. Aka mashinaning yili necha dedingiz? 2019, dirkasi 20. 19 oxiri past chiqqan ekanda, 20 ni boshlarida. Yurgani qancha? 160 ming yurgan. Kraskalar qanaqa aka? Parogida bor, ha?
Aha. Tushunarli. Narxi qancha ekan mashina? 6,5 ming bo'lishi. Faqat naqdmi yoki nasiya savdo, barter ham bormi? Chipchi yetmay qolsa. Chipchi yetmasa? Yangiroq, mana shunaqa mashina bo'lsa. Yangiroq shunga o'xshash 2018, 17 bo'lsa barter qilsa bo'laveradi aka, xudo xolasa. Aloqa uchun nomer ayting. 93 975 93 975 93 09. 9309 bemalol aka telefon qilib olaverasizlar xudo xolasa. Akalar, xudo xolasa keyingi Nexus 3 mashinamiz diskalarida yumshoq balonlar taqib qo'yilgan ekan. Xudo xolasa salon holatlarini ko'rsatamiz. Tak, avtomat korobka, barlari bor ekan. Bellari Black Camoga o'xshagan narsa qilingan ekan. Metan gazlari bor ekan, xudo xolasa. Zapaskalari ham joyida turishdi ekan. Bu esa mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Tak. Yili necha aka buni? 2020. Yurgani qancha aka? 100 ming yurgan. Kraskasi aka? Kraskasi toza. Pul qancha aka? $7800 berishadigan. Oxiri aka 7800. Barter aka naq. Faqat naq. Nasiya savdo ham yo'q, faqat naq aka. Keyingisi ham sizdan aka, xudo xolasa. Yili nechi buni? 2020 dedingiz-a? 2020-yil. Bu zavодской o'zini oddiy diska kalpa taqib qo'yilgan ekan, yumshoq balonlar taqilgan ekan. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Bu mexanik ekan, faqat evakoriylar tashalgan, barlari bor ekan bunisida. Orqalarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Orqalariga ham bunaqa qo'yib qo'yishgan ekan. Metan gazlari bor ekan, bunda ham zapaskalari joyida. Bu esa mashinamiz yonboshdan ko'rinishi 2020-yil. Tak, 2020-yil. Aka yurgani qancha buni? Bu ham 100 ming yurgan. Kraskasi. Kraskasi toza. Narxi qancha aka buni? 7200 oxirimi? 7200 oxir ekan, xudo xolasa. Gench qo'ram aka ikkoviga ham. Ikkoviga ham gench qo'ra. Dokumentda muammo yo'q ekan. Akalar, xudo xolasa aloqa uchun nomer ayting aka. 99lik 391 9001 akalar, bemalol telefon qilib akamizdan mexanika avtomat korobka Nexus 3'lari bor ekan, bemalol telefon qilib olaverasizlar. Akalar, xudo xolasa Nexus 3 so'raganlarga yumshoq balonda o'zini diskasida kalpaylar taqib qo'yilgan. Salon holatlari lilonim qilingan, chexollar taqib qo'yilgan ekan, barlari bor, mexanikada ekan, xudo xolasa. Tak. Bu esa mashinamiz orqadan ko'rinishi. Bu ham propan ekan, xudo xolasa. Bu esa mashinaning yonboshdan ko'rinishi. Salonda bunaqa nakitkalar ham tashlab qo'yilgan ekan, HS'dan chiqib qolibdi, xudo xolasa. Aka, mashina yili necha? 2021. Yurgani? Yurgani 99. Yurgani 99 ming. Kraskasi? Kraskasi bor. 3 joyda petnoyi bor aka. 3 ta joyda petnosi bor. Orqa kapotda bor ekan, o'sha yerda. Tak, bu yoqda. Shu yerda bor. Oldi kapot uchida bor. Ichiga o'tmagan. Qolgan joylari yo'q, xudo xolasa. Kelib bemalol ko'rsatib olaverasizlar ekan. Akamiz o'zi ko'rsatyapti. Keyin ertaga mayda kraskasi bor ekan, boshqa degan gap bo'lmasligi uchun qayerda petnolari bor, hammasini ko'rsatib o'tdi. Qolgan joy toza chiqadi, xudo xolasa. Lipoy ustilarga ko'rsatib olaverasizlar. Aka, narxi qanaqa buni? Buni aka 7700 ozgina kami bor. 7700 ozgina kami bor. Gench qo'ram aka? Gench qo'radigan, xudo xolasa. Barterlar bormi aka? Barter bor. Barter bor. Bank ham qilib beraverasizlar. Где-то 1-2 oy yetmasa, nasiya savdo ham qilib beraverasizlar. Bo'laveradi aka. Aloqa uchun nomer ayting. 94lik 565 85 35 akalar, bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olaverasizlar. Akalar, xudo xolasa Andijon mashina bozoridan qora Nexus 3, bu tonirovkalar ham ruxsati bormi aka? 9 oy ruxsati bor. Shumkalar bo'lmagan ekan, evakoriylar tashalgan, avtomat korobka, Lenovo monitorlari qo'yilgan. Rollari ham almashgan ekan. Bir qator
Yumshoq balonlarda xudo xolsa orqasini ko'rsatib o'tamiz. Metallari bor. Zapaskalari ham joyida, aptechkalari ham bor ekan. Zapaskalari ham tushmagan, deyapti. Xudo xolsa eng full pozitsiyasida stoplarda ekan. Xudo xolsa bir qator motorlarni ham ko'rsataylik. Zashtalari bor dedingizmi, qani? Mana motor holatlari, xudo xolsa tagida motor zashtalari ham bor ekan. Xudo xolasa eng full pozitsiyasi. Variant ham bor. Variantga ham narxga ham sotiladi deb yozib qo'yibsizlar. Mashina yili nechaga? 2022, 97 ming yurgan. Kraskasi top toza. Aha. Dokumentlar qanaqa aka? Xohlagan hujjat bo'ladi. Xohlagan hujjat bo'ladi. Gina ham chiqaveradi, olsotda ham bo'laveradi. Variant ham bor deb yozib qo'yibsiz. Qancha puli bilan variant ketadi? 45 ming bersa, 4-5 ming bersa, 4 oygacha variant bor. 6 ming bersa 6 oygacha variant bor. Dev mashinalarga barter bormi? Nexus Gentra Cobalt. Nexus Gentra yili pastroqlarga yangilayman degan odamlar bemalol telefon qilib olsa bo'laveradi. Avtomat bo'lsa. Puli qancha aka? Buni aka 9000 bo'lishi 9300 ga beramiz. 9300 dan kami yo'q. Ha, kami yo'q. Oxiri 9300 ekan, xudo xolsa. Aloqachi nomer ayting. 99lik 99lik 222 222 227 ha 227 10 0710 akalar, xudo xolsa bemalol telefon qilib olaverasizlar. Hech kim aytganiga sotmagan. Endi bu mana bir qator nomerlari ham so'rab surishtirib olaverasizlar. Tak, hammaga assalomu alaykum akalar. Andijon mashina bozoridan Jak mashinasi juda katta ekan. Salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Evakorlar tashalgan. Mexanikada bu orqa o'rindiqlar, ko'zali salon. Yurgani 55 ming ekan. Bu orqa tomoni bir qator yana. Bu esa yondan ko'rinishlari. Mashina juda bahaybat. Aka, buni ma'lumotlarini aytib o'ring. 2022 yurgani 55 ming. Kraskasi toza. Rasxod 12 ta, 13 ta. Rasxodi 100 ta ekan. Benzinda. Bir qator motorlarni ham ko'rsataylik-chi. Motor ochiqmi aka? Qatdan ochadi. Ochib beringchi bitta. Motori nechi buni? 2 turbina. 2.4 turbina. O'ta go'zal bo'ldi aka, tashakkur. Puli qanaqa aka? 15 kam bor. 15 ming kami bor. Variant narx. Variant bo'lmaydi. Gen chiqaveradi. Aha. Boshqa mashinalarga barter bormi yo'qmi? Faqat naqd pulga sotasiz. Aha. Aloqachi nomer ayting. 94lik 027 9805 akalar, bemalol telefon qilib kimga qiziq bo'lsa, Jak, bu Jak nimasi aka? Jak pikap degan ekan akalar, bemalol. Men o'zim ham birinchi ko'rishim, telefon qilib sekin surishtirib olaverasizlar. Hammaga assalomu alaykum akalar. Andijon mashina bozoridan hafta kuniga yakshanba, xudo xolasa 30 gradus issiqga qaramasdan, xudo xolasa akalar, sizlar uchun mehnat qilyapmiz. Like bosib, komment bosib, kanalga obuna bo'lib turasizlar. Xudo xolasa Hyundai Avanti mashinamiz, chexollari bor ekan, polilar bor, avtomat korobkada ekan. Avtomat ham mexanik ekan, adashmasam. Salon holatlari yaxshi. Stanoy svetda. Archa yumshoq balonlar qo'yilgan ekan. Bu orqadan ko'rinishi. Bu esa yonboshdan. Hozir respublikamizda bu kanal yagona kanal. Obunachilar juda ko'p. Orqasini oching, demak. Son-sana yo'q. Maqsad sotuv baraka yaqin. Bu orqadan ko'rinishi, metallari bor ekan. Zapaskalari joyida ekan, xudo xolasa. Demak, buni yili necha? 2008. Kraskalari qanaqa? Oldi kapotida, chap krilovda kraska. Oldi kapoti, chap krilovda kraskasi bor. Dokumentlar qanaqa? Dokumentlar Gen chiqaram yo oldi sot deganmi? sot deganda. Oldi sot, general bermaysizmi? Beraveramiz. Gen ham berasiz. Yaxshi odam bo'lsa gen ham berasiz. Narxi qanaqa buni? 6,5 dedik, kelishamiz. 6500 dan kami bor. Yurgani qancha? 420 ming yurgan, 420 lekin motor yangi motor bosilgan. Yangi motor bosilgan. Hadovoylari qanaqa? Hadovoylar Rasxodlari bormi yo'qmi? Rasxod yo'q. Hadovoylar o'zim zakonda turib chiqdim uni. Hadovoylari yo'q. Tonni
Zapchast bosib chiqdim. Hamma yo'g'i yaxshi. Yangi akkumulyator qo'ydim. Turbo Yangi balon akkumulyator. yangi. Balonlar yangi qo'yilgan. Aha. Bu Narxi chiqadi. 6500 dan kami bor. Naqdmi yo Naqd variant pulga. ham bor? Faqat Naqd pul, naqdga. naqd pulga. Dehqonsiz. Dehqon. Dehqonga ketsin deganlar aka, Hyundai Avanti mana koreyskiy yaxshi mashina. Allaqochi nomer ayting. 94lik 94lik 103 103 91 91 77. 91 77 akalar bemalol telefon qilib, xudo xohlasa so'rab surishtirib